Ustoz, qo'lingizdagi nimada u? Nima uchun so'rayapsiz? Bu qo'limdagi pasta kontaktli pasta hisoblanadi. Sanoat ko'p qo'llaniladi, ya'ni yuqori kuchlanish inlarda kontaktlarni uzilishini oldini oladi. Antikorroziya hisoblanadi, zanglashga bermaydi, kontaktlar orasida qarshilik kamaytiradi. Doimiy smasiv kontakt hosil qiladi. Hozir bu joyimizda ham alyuminiy sim bo'lgani uchun uni oksidlanish holatini ko'ryapsiz. Keyinchalik ham mana shu oksidlanish oldini olish uchun ham mana shu kontaktdan zarurat uchun bitta surib qo'yamiz. Sababi buni zarari yo'q. Imkoniyat bo'lsa buni ishlatib olgan yaxshi. Narxi ham qimmat emas, tursa 30 ming turadi. Zato ish effektivniy bo'ladi. Hozir buni biz ham gilzaga appreссовать qilib, ukaga tiqamiz, chunki bu nagajilniy. Nagajilni o'zini naqaga ishlatish mumkin emas. To'g'ridan-to'g'ri ukaga o'xshagan detallarga ishlatish fursati yo'q. Hozir buni appreссовать ko'rib, mana shu joylarga joylashtirib chiqamiz.